Uy sharoitida qanday qilib buyrakdagi tuzlardan qutulish mumkin? Ko'pincha holatda bemorlarimiz ultratovush UZI tekshiruvidan so'ng buyuragingizda tuz bor ekan yoki buyuragingizda kichikroq tosh bor ekan degan xulosalarni ko'pchilik olishadi. O'zi aslida UZI tekshiruvida kichik bo'lgan toshlarni ko'rish imkoniyati mavjud, lekin tuzlar ko'pincha holatda buyrakda giperogen o'choqlar borligiga qarab ko'pchilik bemorlarda tuzlar mavjud deb berishadi. Endi uy sharoitida qanday qilib bu tuzlarni oldini olish mumkin va qanday qilib agarda sizda tuzlar bo'lsa, ulardan qutulish mumkin? Shu haqida ma'lumot berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosing va videoni boshqalarga ham foydali bo'lishi uchun ulashishni unutmang. Demak, birinchi buyrak tuzlaridan, kichik toshlardan qutulish uchun va ularni qayta hosil bo'lmasligi uchun yoki kichik toshlarning kattalashib ketmasligi uchun eng kerakli asosiy narsa bu yetarli suyuqlik iste'moli hisoblanadi. Yetarli suyuqlik iste'moli qanaqa hisoblanadi? Masalan, 100 kilogramm vaznli inson uchun hisoblab beraman. Taxminiy norma sifatida 30 ml belgilab olinadi. Agarda 100 kilogrammli inson bo'lsa, 100 ni 30 ga ko'paytiramiz va taxminan bir kunda suyuqlik iste'moli 3000 ml yoki 3 litrga yaqin bo'lishi kerak. Shundagina shu vazndagi insonlarda albatta buyraklarida tuzlarni, toshlarni hosil bo'lishi oldini olinadi. Faqatgina suyuqlik ichayotganda suyuqlik ichishga qarshi ko'rsatma yo'qmi? Ya'ni buyraklarda yetishmovchilik holati yoki surunkali yurak yetishmovchilik holatlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, bunaqa bemorlar suyuqlik ichishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Chunki ko'p miqdordagi suyuqlik tanada ushlanib qolib, ularda shish paydo qilishi mumkin. Qanday dori vositalari toshlarni, tuzlarni eritib berishga yordam beradi? Masalan, tarkibida natriy sitrat, limon kislotasi hamda kaliy gidrokarbonat tutuvchi Blimaren preparatini misol qilamiz. Blimaren preparati bir tabletkadan 2 mahal suvga eritilgan holatda 5 kun, 7 kun davomida ichilsa, siydikni pH muhitini ishqoriy tarafga o'zgartiradi va albatta buyrakdagi tuzlarni, toshlarni eritib tozalashga yordam beradi. Faqatgina preparatni ichishdan oldin siydik tahlili topshirish kerak, ya'ni siydikning pH miqdorini ko'rish kerak. Agarda u kislotali tarafda bo'lgandagina bu preparatni iste'mol qilinsa, u foydali bo'ladi. Lekin sizda tuzlaringiz, toshlaringiz infeksion tabiatli, ya'ni o'zida infeksiya tutuvchi tuzlar, toshlar mavjud bo'lsa yoki siydik yo'llarida infeksiya mavjud bo'ladigan bo'lsa, Blimaren preparati bu infeksiyalarni yanada rivojlanib ketishiga. Ikkinchi uy sharoitida iste'mol qilish mumkin bo'lgan dori vositasi bu uralisan hisoblanadi. Uning tarkibidagi turli xildagi tabiiy giyohlar siydik yo'llaridagi tuzlarni eritish va uni tashqariga chiqarib berishga yordam beradi. Bir kapsuladan 2-3 mahalgacha ichish mumkin. Bir hafta 10 kun davomida. Va albatta toshlarni, tuzlarni to'liq yo'qotish uchun uy sharoitida quritilgan ukrop yoki kashnishni taxminan 200 ml suvga bir osh qoshiq qo'shgan holatda qaynatilgan, tindirilgan suvi ichiladigan bo'lsa, buyraklardagi tuz va toshlardan tozalashga yordam beradi. Bundan tashqari, mana hozirda yoz oylari yaqinlashmoqda. Yoz oylarida ko'proq siydik haydovchi tabiiy vositalardan biri bo'lgan tarvuzni iste'mol qilish ham buyraklardagi tuzlardan, toshlardan tozalanishga tezroq yordam beradi. Ayrim holatlarda agarda doimiy ravishda buyraklarda tuzlar, toshlar hosil bo'lsa, u tez-tez bemordan ko'chib turib bezovta qiladigan bo'lsa, bu tuzni, toshni tarkibini o'rganishni tavsiya qilamiz. Ya'ni ularni tarkibi o'rganilgan holatda dieta ham bunga qo'shiladi. Dieta, umumiy dieta asosan suyuqlik iste'moli va masalan turli xildagi achchiq, sho'r, tuzli narsalarni inkor qilinadi. Lekin aynan ayrim bemorlar tuz hosil bo'lmasligi uchun go'sht mahsulotlarini kamroq iste'mol qilish kerak. Ayrim bemorlar esa masalan vitamin C tutuvchi mahsulotlarni kamroq iste'mol qilish kerak. Masalan, ismaloq, ko'katlar, shular ham aksalat tipidagi toshlarni hosil bo'lishiga yordam berib yuboradi. Agarda bemorlarni siydigida
sidik kislotasi mavjud bo'ladigan bo'lsa, ya'ni analizlarda mochovaya kislota degan analiz bor. Agarda bu mochovaya kislota qonda baland bo'ladigan bo'lsa, sidik kislotasi, bemorda podagra kasalligi ham bo'lishi mumkin. Podagra kasalligida sidik bilan ko'p miqdorda sidik kislotasi chiqadi va buning natijasida tez-tez tuzlar hosil bo'lib turadi va ular ko'chib bemorni bezovta qiladi. Bunday bemorlar albatta qondagi sidik kislota miqdorini pasaytirish orqali natijaga erishish mumkin va shuning uchun ham doimiy ravishda tuz toshlar hosil bo'lganda albatta shifokor ko'rigidan o'tib, o'sha tuzni, toshni tarkibini aniqlagan holatda profilaktik choralar amalga oshiriladigan bo'lsa, keyinchalik hayoti davomida shu holatlar kamroq bezovta qiladi va kattaroq, og'irroq asoratlar oldini olinadi. Agarda sizga ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosib, videomizni tarqatib qo'yishni unutmang.